Yer yuzida qanchalik ko'p musulmonlar bo'lmasinki, har birimizda orzu niyatimiz Makka-i Madinani borib ziyorat qilib kelish. Hech bir musulmon yo'qki meni borgim kelmaydi, men bormayman degan gapni gapirsa, bunday insonda o'zi yo'q. Chunki deganda har birimizda borgimiz keladi. Nasib hammamiz boramiz. Hammamizga inshaalloh shu kunlar nasib qilsin va nasib qiladi ham. Hajga borib kelgan hojona, hoja otalarimiz juda ham mehribon, juda ham g'amxo'r, oliyjanob inson bo'lib qaytishyapti. Ular hech bir insonni qalbini og'ritgisi kelmayapti. Ular yaratuvchini bandasini qalbini og'ritishdan qo'rqishyapti. Nafaqat yaratuvchini bandasini. Ular hattoki o'simlik, hasharot, bironta hayvonga ham yomon gapirish tugul ularga ziyonini tekkizgisini xohlamayapti. Ular hamisha hammaga yaxshilik qilishni istashyapti. Hamisha hammaga mehr, muhabbat ulashishni xohlashyapti. Chunki deganda ular o'sha yurtga borishganda ular nimani his qilishdi, uni siz va men bilmaymiz. Biz qachonki o'sha yerga borganimizdagina biz ularning qalbida nima o'tganligini ana o'shandagina his qila olamiz. Lekin o'sha kunlar bizga nasib qiladi, nasib bo'lsa. Lekin meni gaplarim ayrim erkaklar va ayollarga taalluqli. Hojona, hojotalar, sizlar borib keldingiz. Ayrimlaringiz negadir yomon tarafga o'zgardingiz. Nega? Nima sababdan? Manmansirab qoldingiz. Siz hajga borganingiz sizga butun dunyodagi insonlarga gap o'rgatish qarorini bergan degan emas-ku. Nega endi siz yaratuvchining bandasini qalbini og'rityapsiz? Nega, nima sababdan? Hamma yaxshi bo'lib o'zgarib kelyapti-ku. Nimaga endi siz yomon tarafga o'zgardingiz?